Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turganlaringdek ko'chma hammom yasash jarayonlari ketyapti. Buni razmeri keladigan bo'lsak, buni razmeri 2 ga 1.70 lik bo'ladi. Narxi 13 million so'm. Ishlarni ko'rsatib o'tamiz akalar. Ikkitalik aristonlar, isitgichlarimiz hammasi joy-joyida. Kimga yoqqan bo'lsa like bosib qo'yib, obuna qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turganlaringdek ko'chma hammom yasash jarayonlari ketyapti akalar. Sizlarga hozir ko'rsatib va narxlarini hammasini yoritib beramiz. Bu hammomimizda razmeri keladigan bo'lsak 2 ga 1.70 lik bo'ladi. Ariston hamma yo'g'imiz bor. Ichida ko'rishlaring mumkin. Oldi fasadlarini. Buni narxi 13 million so'm bo'lyapti akalar. Arzonroq variantidan bo'lyapti mana. Yoqqan bo'lsa bitta like gumbillatib qo'yamiz. Obuna qo'ysalaring, xursand bo'lib qolamiz. Mana bunisi esa Navoiylik akamizga tayyor bo'lyapti. Bunisi 3 ga 1.70 lik bo'ladi. Akamizning zakasiga qarab 50 talik Aristonni qo'yib qo'ydik. Va bu yerda rakovinaning joylari bolt gaykali, bular ham bolt gaykali yechiladi. Avtomatlarimiz mana o'rnatilgan bu yoqda. Ba'da tumanka svitlarimiz ham bor. Mana ko'rishlaring mumkin, patologlarimiz hamma yo'g'i shumka bo'lgan. Buni narxiga keladigan bo'lsak akalar, buni narxi 17 million so'm bo'lyapti akalar. Mana bu yerda hojatxonamiz tayyor bo'lyapti. Bu ham Navoiyga ketadi. Buni razmeri keladigan bo'lsak 1.10 ga 1.10 razmerda bo'lyapti. Xudo xolasa jinchalalar bor. Buni ham bitiramiz. Endi bunisiga keladigan bo'lsak, bunisi 3 ga 2 metrlik. Buning ichida hojatxona ham bor, yuvishxonasi ham bor, razvelkalari ham bor. Mana bitta hozir montaj ishlari va mana lilonlar tashlanib, plunchlar qo'yilib, mana bu yerda mana hammomimiz bo'lyapti bu yerda. Lilonlar tashlanadi, xuddi boyagi ko'rganlaringdek. Bunisiga esa mana hojatxonamiz bo'lyapti. Kimga yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Buni narxi keladigan bo'lsak, buni narxi 20 million so'm bo'lyapti akalar. Shu mana o'zimiz dastlabkasini qilib, nimalarni qilamiz, mana shu mashinani mana orqasida mana o'zimizning asosiy ishimiz. Azbek Uz kanali, mana shu telefon nomerimiz bo'ladi. Ko'chma do'kon deysizlarmi, ko'chma hojatxona deysizlarmi, mini g'ish apparati deysizlarmi, hammasi bor akalar. Mana bu yerda mana besetkamiz tayyor bo'lyapti. Buni razmeri keladigan bo'lsa 3 ga 280 lik bo'ladi. Usti krishalari bo'ladi. Bu yoqdan ham chiqaverasizlar. Mana bitgan yo'q hal bag'dan tushaverasizlar akalar. Buni krishasi bo'ladi, atroflari tunkafon bo'ladi, pollar bo'ladi, laklanadi. Bu gruntovka urilgan kraskalari bo'lib, chiroyli so'ra qilamiz buni. Kimga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yamiz. Do'konlar, ko'chma hammomlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsalaring, yasab manzillaringga yetkazib beramiz. Hozir xudo xolasa kechga yaqin shu 2 ga 1.5 lik 1.70 lik razmerdagi hammomimizni Namanganda Pop degan joyga ortib jo'natib yuboramiz akalar. Hozir mashina kelishi bilan ortib jo'natib manziliga yetkazamiz. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, like gumbillatib qo'yamiz.